17 yillar diyorimizda yana nayt qiziydigan shu mushlashli munosabat bo'lgan musobaqalar o'tkazilgan bo'ldi. Boks musobaqasi qafas ichida chilishish degandek. Ya'ni biz hammamiz yoqtirayotgan, qo'llayotgan, yosh tanarkachi Elzatma mag'itim yana musobaqa qatnashdi ekan. Endi shu musobaqaninki o'riqlayotganlar bilan bo'lgan munosabatni men so'zlab beray, o'zim bir o'riqlash yetakchisi bo'lgan ekan. Bulamda balki mafillarni ko'rib bo'lib, qallangiz echilib qilishi mumkin. Sal uzun so'zlayman, bir tal yurak berib saqlayman. Eng avval shu kunlikka Mayirlarga, Elzatga cho'ng g'albini biz tilaymizda. Nimishqa degan vaqtda bu tantaribiyachilar o'zining kasb uchun bizga qaraganda bakchiq ajr singdirdi. Masalan, biz bir kun 8 soat ishlashimiz mumkin. Ular 24 soatdan hammasi ham shu o'zining kasb uchun bo'ladi. Yemak, ichmak, uyqu, chiniqish hamma narsada bakrakchiq ajr singdirdi. Ular shu utuqqa haqli, bu birinchisi. Ikkinchisi, bak yuqori saviyadagi aktiv energiyani taqdim bizga. Birisi badan chiniqtirish to'g'risida, badan sapa to'g'risida shunaqa. Ikkinchisi go'zallik to'g'risida. Masalan, Elzatning filmlarini ko'rsanglar, kostyum bir kun kiyib, yastinib tarib, ham qamlashgan, badan qiyofatmi yaxshi, chiniqayotgan shunaqa peyzajda-ku. Mandaq narsani taqdim etadi. Uchinchisi turmush pozitsiya. Masalan, ot mingan, taq chiqqan, har xil turmushga yaxshi narsani tiyan qilgan filmlarni taqdim etadi. Bu bizga bek yaxshi. Aktiv energiyaga shunday qoldi. Kaskanmas bir narsalarni tatmay, sog'lomlik bilan badan chiniqtirish bilan munosabatlik narsalarni tatib o'tuvchi biz bularni qo'llashimiz kerak. Endi bu musobaqani o'riqlayotganlar bilan bo'lgan munosabat nima do'stlar? Abdulla Abdurim ustozniki o'zining jonxosida Elzatni sayfon qandirishimizni ko'rib qoldim-da. Sizlar ko'rib beqinglar, shunda bir og'iz gapga diqqat qildinglarmiki? Musobaqa kunigacha, ya'ni bir kun qolgacha 4-5 kilo og'irlik tashlayman dedi-ku deyman. Necha kun qoldi-ku musobaqaga 4-5 kilo og'irlik tashlash kerak ekan. Bir narsaga diqqat qildinglarmi? 4-5 kilo og'irlik tashlashim kerak dedi. 4-5 kilo o'riqlashim kerak demadi. O'riqlash bilan og'irlik tashlashning farqi bor do'stlar. Jiqlanmış farqni bilmagachga bakchiq zikrini israb qo'yib bordi. Endi navoda Elzat 4-5 kilo o'riqlashim kerak desa, bu gap to'g'rimi? Bu kallamizda o'tamda, ey, bir badan qiyofati chiroyli bo'lar, shunchalik bo'lar bir odamniki. Ya bir doktor uning desan semizlikdan biri chiqdi demsa, u nima qildi o'riqlar? Bir obdango badan qiyofati kallamizda o'tmaydi. Ammo u nimishqa og'irlik tashishim kerak deydi, chunki kasbining ehtiyoji shu. Musobaqa kuni ichki mayirniki og'irlik o'xshash bo'lish kerak, o kasbning qoidasi. Shuga yiqilish kerak. Gapim tushunib bo'ldimi? Endi işte qisqa vaqtning ichida 4-5 kilo og'irlikni tushirib etkili bo'ladi og'irlikni. Buning tarkibidagi ko'proq qismi suv bo'ladi. Odamning badanidagi suv tez suratda o'rilib tushib qila oladi. May bilan munosabatsiz. Unda qisqa vaqt ichida may bakchiq kuyanmaydi. Gapim tushunib bo'ldimi do'stlar? Agar siz o'ylab beqing, siz bir qishni chiqarib olaychi deb necha tonna ko'mani akasangiz, ammo u bir hafta bo'lmay kuyib ketsa, u ko'ma. O kaynini qanday chiqarsiz qishniki? Sizning badaningizning bir oyda, 2 oyda kuydigan may bir haftada kuyib ketsa, chatoqning cho'ng chiqmamdi. Badan uning unumaydi. Ammo suv azlay oladi. Masalan, musobaqadinki shu mayirlarimizniki og'irlik asta asli qaytib keldi. Badan qiyofati bakchon farq bo'lib ketmaydi, chunki u degan suv. Endi sizning ehtiyojingiz nima? O'riqlash, sizning ehtiyojingiz o'riqlash. Birisi aynak qaraganda o'zingiz semiz ko'rinib o'riqlaychi dedingiz. Ikkinchisi doktor sizni voy samirib ketibsa, o'riqla degan gapni qildi. Maqsad nima? O'riqlash. O'riqlashning maqsadi nima? Qayt samirib ketmaslik. Gapim tushunib bo'lmasin, diqqatingizni ma'noga markazlashtiring. O'riqlamoqchi bo'lsangiz, may ko'ymoqchi bo'lsa, bir oyda 3-4 kilo og'irlik tushishi mumkin. Uningdan jiq kuyib qolmaydi u may. Badanning qonuniyati to'g'ri kelmaydi. Shu tez suratda og'irlik tashlaydiganlar bir kunda 3 kilo, 3 kunda 5 kilo tashlaydigan unda filmlarni ko'mang. Siz yana keyingi bir hafta qaytib keldi bu og'irligingiz. Buni mushtaq kasbiy odamlar, boks mayirlari va yoki ma'lum bir kinoga chiqmoqchi bo'lgan bir artistlar, shunaqa. Masalan, Abdulla Abdurim ustoz o'zim ashi gapni deyman. 12 kilo og'irlik tashishim kerak deb. Ular o'zining kasbi uchun qurbonlik bera oladi badan jihatdan. Siz degan sog'lomlik uchun qilyapsiz bu ishni. Shunlashqa siz yana tez suratda og'irlik tashlayman emas, aldirmay o'riqlayman, qayta samirib ketmayman degani mayaga markazlashtirishingiz kerak. Eng keyinda sizga bekchon utuq tilayman, shu mayirlarimizga bekchon utuq tilayman. Musobaqani hammamiz saqlayapmiz. G'ayrat qilaylik.